Qoraga pertashka qilingan ekan, polni shumka qilingan. Sotuvimizga tayyor Navorotli 2022-yil avtomat Gentramiz keldi, qora rangda. Amerikanka farali, to'rtta archa balonlar turibdi. Tandirovkalari ham bor. Salonlar qoraga pertashka qilingan ekan, polni shumka qilingan moshinchamiz. Monitorlarda Evakor polik, mana yaxshi chexollarda, tomlari ham Alicantara bo'lgan, mana shumka qilingan polni. Moshinchaning probegi mana 52 ming yurgan ekan, salonsiyani qilingan 4-pakanli metallari bor. Tayyor 2022-yil bank ham bo'lib chiqaradi, 12300 narxi. Aloqaga chiqarasizlar, egasini o'zidan premium. Bitta kapotida kraskasi bor ekan, eshigida petno bor ekan. Full shumka qilingan 4-pakanli metallardan moshinchamiz. Ideal holatga tayyor bo'lib turibdi. Aloqaga chiqsanglar $1200 puli bor odamga bankka ham chiqaradi. 5 million 5 million atrofida oylik to'lovga chiqadi. Aloqaga chiqaveringlar. Mana shunday qora Gentran Navorodlisdan qidirib yurganlar uchun tayyordan keldi. Mana yonib turibdi moshinchamiz. Kodirovkalar qilib qo'yilgan. Bitta mana shu eshigini tagida kraska bor ekan. Bunday Navorodlis har doim ham kelavermaydi. Polni qoraga pertashka qilingan tayyor holatda. Ko'jalarni ham yaxshisidan tiktirib qo'yilgan ekan. Yaxshi chexollar, yoki qo'linglar. Aloqaga chiqsanglar bankka ham o'sha pul bilan chiqadi, 1200 bilan. Narxi 12300. Bosinglar.